Assalomu alaykum, hurmatli KG kanalının ko'ruvchilari, amansizlarmi? Bugun hafta kunga jekshanba biz Uchqun Malbasarına keldik to'g'anlar. Uchqun Malbasaridagi sog'an uylarni ko'rsatamiz. Bari tatib ko'rsatamiz. Ondan sonra bizning kanaldan aslo ayturingizlar, birga bo'lib turingizlar. O'sha sog'an uydan boshlayveraylik. O'sha sog'an uydan boshlaylik to'g'anlar. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimi? Sog'tasizmi? Qancha bo'lib qoldi bu bosi? 75 balasi o'q, ha? Bozor qancha qildi? Em keldinglar, ha? Em keltir, 75 turibdir. Yaxshi. Tug'ana qancha kun bo'lib qoldi na balasiga? Emli oldim. Ha, em oldinglar bular. Yaxshi. 75 turibdir. Tak, to'g'anlar. Keyingilarni o'sib, bizning kanalga olib, like bosib qo'yinglar, to'g'anlar. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Yaxshimi? Uy qancha bo'lib qoldi aka? Uy 95 deb o'tamiz. 95 ha? Kamol. Bozor qancha qilib ketdi? Bozor. Qancha kun bo'lib qoldi balasiga? 1 oy bo'lib qoldi o'xshaydi. Yo'q, 4 kunlik. Ha, 4 kunlik bo'lib qoldi. Yaxshi. Qancha litr sut beradi endi bu endi? 8 litr beradi. 8 litr be. Yaxshi ekan-da, 8 litr bersa. 8 litr sut beradi deydi. Yaxshi. Bozorda kezmiyorsan. Taqdirda biz keyingilarni o'taylik. Bu sog'an uyda tatib qo'yoq. Жаңылы turgan. Buqadala 5-6 kun bo'lib qoldi o'xshaydi. Aka, qancha bo'ldi uy aka? 85 kun. Yaxshi. 85 ming deydi. 85 mingga shunday seyir berib turadi. Taqdirda biz keyingilarni ko'rsataylik. Usul kichkinakay seyirni ko'rsatayim. Birinchi tug'ish bo'lsa kerak. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Bu birinchi tug'ish aka? Qancha ekan bahsi? 75. Birinchi tug'ish 75 ming ekan. Yaxshi. Hozir qancha litr sut beradi hozir qo'chirda? 6-7 berayotgan-da. Yaxshi ekan. Yaxshi to'g'anlar. Biz keyingilarni o'tversak. Bu cho'ng seyir tataychi to'g'anlar. Sari cho'ng seyir ekan. Mana sut beradi, cho'ng. Og'ib turadi, yaxshi. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Yaxshi biz sotamiz. Boz qancha oldi aka? 100 bo'ldi. 100 ha? Yaxshi. Qancha tug'ishgan buni? 4-chi balasi ekan. Yaxshi. Qancha litr sut beradi? 7 litr. Qayerdan olib keldingiz? Whatsapp'dan keldim. Yaxshi. 100 ming deb 7-8 litr sut beradi ekan. Yaxshi. Biz keyingi sog'an uylarga o'tversak. O'sha sog'an uyda tatib qo'yib. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Sog'ingiz yaxshimi? Boz qancha ekan? 85. 85. Bozor qancha qilib ketdi? Bozor so'radi. Yemile keldingiz o'xshaydi-da. Ha? Yemile keldingiz mi deyim? Yemile keldim. O'sha qo'rqoq erkak videoda surab ketadi. Urg'achda bu. Urg'ach ekan-da. Qancha 10 kun bo'lib qoldi buga? Qo'rqog'ina o'sha bo'lib qoldi. Qayerdan olib keldingiz? Oshdan Kengashdan. Kengashdan. Qancha litr sut beradi endi buni? 5-6 litr sut beradi. 5-6 litr sut beradi ekan. Tak to'g'anlar 5-6 litr sut beradi ekan. Ko'ringizlar. Yaxshi. Mayli aka, so'zlaringizni bersin, ha. Biz keyingi ularga o'tversak to'g'anlar. Keyingi xabar. Yaxshi. İçine kirsak. Bu vaqtida tataychi to'g'anlar. Assalomu alaykum do'stim, yaxshimi? İşlerini o'tib. Qancha ekan basdim navoq? Balasi. Sotib oldinglar-ku, qanchaga? 250 ha? Qancha litr sut beradi ekan? 2 litr o'xshaydi. Bu parodga o'xshaydi-da. 150 ga sotib oldim. Yaxshi. Biz kirib ketaylik ichine. Bu alası yeri ko'rsataychi, alası yerda. Balası verin o'xshaydi.
Assalomu alaykum aka, qanday? Balasi yeri aka. Balasi qancha ekan aka? 80 ming ekan. Qanchasi to'sh bo'lib qoldi bu? Ikkinchi balasi ekan. Qancha litr sut beradi aka? 5-6 litr beradi sut. 5-6 litr sut beradi ekan. Yaxshi. Biz keyingilarni o'tsak. Bizim keyingi videolarda ko'raringizlar. Barındır tavus. Usul çok sıyır tatayç. Bana gel. Usul çok sıyır tatay. Aka bunun bazı kaçıp kaldı aka uydum. 70 yaş sıra. 70 değil. Yaxşı. Özü çalgılı okşaydı. Aka kaç eken bazı? 100 bin kamo. Rasa uzun mu bu lan? Limuzin eken de bu lan. Yaxşı bazı kaç ediniz? 100 bin kamo. 100 bin ha? Pazar kaça kalıp gitti? 85 bin lira. 85 bin, yaxşı. Bu özeli ha, balası mesaj? Özü. Boğuz. Жақында туатkendan da. Ona katqanda alıp qalыңыздар. Yaxşı ekan. Mayli aka, işingizga yegilik. Tak, onlar içine girersek. Qancha buni? Qancha olib qoldi aka? Bo'lib turgani 85. 85 ha? Qancha oldi aka? 85 ming. Başarmanda. 85 ming so'mga beradi. Keji qor. Mana bu yo'q bog'loda tushum oldi. Bu bo'g'oz aka? Qisir. Qisir ha? Yaxshi. Yaqinda o'qilayotgandan-da. Bilmayman. Bor so'shqa deb so'rashadi. Qanchaga suratad? 78 qildi. Bermadingiz. Yaxshi. Bunaqa ko'ringizlar. Bo'lishini qancha berasiz? 81 ga bayladi o'tir. Bunaqa ko'ringizlar. Qisirlik. 50 kilo eti bor ekan. Yaxshi. Mayli aka, ishni qilavering ha? Tak, tuğundar. Pazar olay. Taterek. Biz kayadan çıkıyorsak.